Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xulu yo'li bilan taloq olgan ayolning iddasi qanday bo'ladi dedilar. Avvalambor xulu deganni qisqacha bir tushuntirib o'taylik. Xulu degani ayol kishi eridan taloq talab qiladi. Erga mol evaziga taloq talab qiladi. Ya'ni mahringni qaytarib beraman, evaziga meni taloq qilgin deydi. Ana shu xulu deyiladi. Xulu bilan taloq qilingan ayolning iddasi bir hayz bo'ladi. Sunnatda sobit bo'lgani shu. Buning dalili Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilingan hadis. امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. ثابت بن قيس ismli sahobining xotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida eridan xulu talab qilgan. Rasululloh bu ayolga bir hayz bilan idda o'tirishni buyurganlar. Mana bu ochiq dalilki, demak xulu qilgan ayolning iddasi bir hayz bo'ladi. Bu 3 hayz bilan idda o'tiradi degan ulamolar ham bor. Lekin 3 hayz bilan idda o'tirishligini va bu hadisga taqqoslab jamlab aytishganki, agar erkak taloqsan degan lafzni ishlatsa 3 hayz idda o'tiradi deyishgan. Agar erkak taloqsan degan lafzni ishlatmasdan shunchaki ayoldan pul olsa-da bor ketaver bo'ldi desa bitta hayz o'tiradi deyishgan. Ana bunaqa qilib jamlasa ham bo'ladi demak rivoyatlar o'rtasini. Aslida esa takror aytamiz, xulu bilan bitta idda o'tiriladi. Ya'ni bir hayz idda o'tiradi ayol kishi. Vallohu alam.